Salom, mening ismim Kaziya, men 34 yoshdaman. Men bir nechta erkaklarga turmushga chiqqanman. Erim juda kuchli edi, u ichardi va meni urardi. Uyimiz baxtga tola edi. Oxir-oqibat men unga yuragimni berdim. Va biz qaynonam bilan yashadik. Nihoyat erim ketdi, u Ukrainada. Men bolalarim uchun ishladim, erim pulni isrof qilmadi. Erimning akasi menga yaxshi munosabatda bo'ldi. U oylamasdan oldimga keldi. Qaynotam, erim bir marta ham qo'ng'iroq qilmadi. Men yaxshimi yoki biz yaxshimi deb so'ramadi. O'g'lim erim bilan aloqani uzdi. Erimning akasi shunchalik yaxshiki, men buni tasvirlab ham bera olmayman. U men uchun hamma narsaga gamxo'rlik qiladi, garchi u ogil bo'lsa ham. Nihoyat men erimning akasiga oshiq bo'ldim. Men Hamadning ko'zlaridan uning uni yoqtirishini bilardim. Men u haqida gapirardim. Va u tez-tez oldimga kelardi. Men sizga kelinimni olib keldim, u juda ozgin, biz nima deb o'ylayapmiz? Yo'q, Dilnavoz, hammasi joyida, dedi, lekin men unga aytmadim. Men juda xavotirda edim, chunki erim meni aldadi. Dilnavoz meni erimdan ko'ra ko'proq sevardi, chunki u qaynonamga o'xshardi. Erimning ukasi yaxshi bo'ladi. Qaynonam va qaynotam Jazakka ta'tilga borishdi. Biz 5 kun uyda erimning ukasi bilan qoldik. Erimning ukasi orqamdan kelib meni quchoqladi. Men senga uylanaman, chunki sen menga yoqding. U bo'ynimdan opdi. Men hayron bo'ldim, lekin u ham menga yoqdi. Chunki men 1 yildan beri erkak ko'rmagan edim va u ham menga yoqdi. Erimning ukasi meni quchoqlab qo'yib yubordi. Men jinsiy olatni siqib qo'ymoqchi edim. Hazillashayotgan edim. Kiyimlarimni yechdim va darhol yiqildim. U ikkala oyogimni ham ochdi va pomidorni yalay boshladi. Oh, bu qiziqarli edi, lekin Dilnavozning go'sht tayoqchasi qattiqlashdi va sekin kira boshladi. Men o'zimni 7-osmonda uchayotganimni tasavvur qildim. Biz 2 soat uxladik, bu juda zo'r edi, mening issiq akam ham bundan zavq oldi. Ishni tugatdik, yoqdik, kechgacha uxladik, kechki ovqatni yedik va birga qaytdik. Erim bilan yotoqxonamizga kirib yana o'pishdik. Biz juftlikdek uxladik. Erimdan shunchalik mehr oldimki, ko'nikib qoldim. Qaynonam va qaynotam kelishdi va men qolgan ish bilan hech qanday bog'liqlik ko'rmadim. Qaynonam xohlagan paytda tashqariga chiqardim. Hatto yarim tunda ham tashqariga chiqardim. Agar xohlasam, qaynonam e'tibor berardi. Bizning kelishuvimiz bor edi. Agar tashqariga chiqsam, sizni xonamga kelishingizni so'rayman. U rozi bo'ldi. Men tashqariga chiqib qaytib kirdim.